Amir Temur bobomiz aytganlaridek, mana qaranglar, adolat bilan jahon gulshani obod bo'ladi. Adolat bo'lmasa dunyo zimiston bo'ladi. Hayotda hech qanday ma'no, mazmun bo'lmaydi. Qarang qanday gaplar. Biz xalqimiz uchun obod, farovon hayot barpo etmoqchi ekanmiz. Mening davlat rahbari sifatida sizlardan talabim shu. Faqat adolat va yana bir bor adolat hayotimizda hukmron bo'lishi shart. Buning uchun hammangiz qonun oldida javobgarsiz. 8-dan ma'lumki sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash maqsadida sudyalarni tanlash va lavozimga tavsiya etish bo'yicha oliy malakali komissiya tashkil etilgan edi. Lekin ming afsuski ushbu komissiya o'ziga bildirilgan ishonchni to'liq oqlamadi. Shu boisdan biz konstitutsiyaga o'zgartirish kiritib, sud huquq tizimida mutlaqo yangi institut O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashini tashkil etdik va uning konstitutsiyaviy maqomini aniq belgilab qo'ydik. Bugungi kunda ushbu kengash to'laqonli ish olib bormoqda. Shu yuksak minbardan turib aytmoqchiman. Kengash faoliyatiga noqonuniy aralashgan har qanday shaxs, u kim va qaysi lavozimda ishlashdan qat'iy nazar lavozimidan ozod etiladi. Kerak bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortiladi.